Mescitler Allah'ın uyudur ki bu uylardan Allah'ın dinini suyduğan, Allah'ın dini Müslümanların kelgisi için cennet pida kıla aladigan azmatlar yetişip çıkıdı. Ramazanның ahırkı günleri mescitlerimiz tolup taşkan. Baylarımız mescitlerde iftarlık beriliş için öçürüp tuturgan. Hatmi tamam buldu deb mescit qoğlap yürügen şu güzel günlerini esleş bilen. Şundakla Allah Teala'nın vatanimizde şu günlerini tekrar yaşıgıl nisip kılışını tilaş bilen sözümle başlayman. Bugün biz İslam tarihideki şu günde bina kılıngan mübarek bir mescit bilen tanışıp çıkımız. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun halifelik zamanında Amr ibn As radıyallahu anhu komandanlıqda Mısır fethi kılıngandan keyin Amr ibn As radıyallahu anhu İslam bilen şereflengen bu zamanğa tunji mescidini bina qildi. Qilgan har bir ish harakatlarida payg'ambarimizga agishishni o'ziga mezon qilgan bu zotlar Peygamberimizin Medine'ye kelib tunji qilgan ishi masjid bina qilishni o'ziga burch bilgan. Shundaqla masjidning islom zamini uchun naqadar muhimligini yangidan musulmon bo'lgan Misr xalqiga bildirib qo'ygan edi. Masjid Qohiraning Fustat rayoniga sanalgan bo'lib, bu masjid Misrda, shundaqla Afrika qit'asida sanalgan tunji masjid edi. Masjid Amr ibn As radhiyallohu anhu tarafidan soldirilganligi uchun Amr ibn As masjidi degan ism bilan mashhur bo'lgan bo'lsa-mu, Misr fathidan keyin sanalganligi uchun Fathi masjidi. Misrdagi eng qadimiy masjid bo'lganligi uchun qadimiy masjid ma'nosida Masjid Atiq ismi bilan ataladi. Masjidning 6 ishki 4 munari bo'lib, umumiy ko'lami 28500 kvadrat metr. Mescidin aldığındaki seyna ve cemaat sığmaganda oturduğun etraftaki yerler bunun sırtıda. Mescid hem Mısır'daki çoğu mescitlerden biri sanıldı. Taravihta duanı uzun kıldığanlığı bilen meşhur bolgan bu mescid uzaklardan kelgen kişiler bilen tolup taşıdı. Mescid Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında sahabelerinin dini ilimlerini öğündüğün medresesi. Cem üçün toplandığın karargahı, günlük turmuşda uçurgan meselelerini hakkıldığın sotxanısı, birbiriyle görüşüp didarlaştığın sorunu ve şunun okşaş rollarını ötügen. Bu arqılıq Müslümanların günlük turmuşunun bir partisi aylanğan idi. Mescid bugünkü günümüzde mu Peygamber Aleyhisselam'ın zamanındakidek unç köp rollarını öteyelmey ötkan bolsumu, yanıla Müslümanların birlikini saklap qilishda intayin muhim ehemmiyetki ega bir o'rin. Mescid haqqı to'xtalganimizda sizning kallangizga vatanimizdagi masjidlar keldi deyman. Vatanimizda dunyodagi xili cho'ng masjidlardan qilishmoqdagi cho'ng va hasham sanalgan masjidlarimiz bor. Qashqardagi Yitkah masjidi bo'lsin, Xotendagi Xoten cho'ng jamiyasi, Beytullah masjid va Sultonim jamiyalari bo'lsin, boshqa shaharlardagi Qag'liq masjidi, Urumchi Jiyidlik masjidlar bo'lsin. Bu masjidlar biz Uyg'urlarning Xitoy tajovuzchilariga qarshi musulmon bir millat ekanligimizni har vaqt eslatib, ularni bearam qilib turadigan qurilishlar edi. Xitoy tajovuzchilari masjidning Uyg'ur xalqi uchun intayin muhim bir o'rin ekanligini bilganligi uchun madaniyat inqilobidan masjidlarni taqab kala-qo'y o'g'illarga aylantirib o'tgan ekan. 2017-yildan keyingi assimilyatsiyani tezlashtirish siyosatidan keyinmi Uyg'ur madaniyatini yo'qotish uchun uylarimizni tortib ko'chalarimizgacha, bozorlarimizni tortib mazorlarimizgacha chiqib tashlab o'zgartayotgan bir vaqtda masjid bu buzg'unchilikning markazidan o'rin oldi. Masjidlarimiz o'zgartib, har turli ish ishrat o'rinlari o'zgartirildi va hali ham davom qiladi. Xalqaraning ko'zini bo'yash uchun saqlab qo'yilgan cho'ng jamiyalarmi namoz o'qish cheklangan holatga keltirib qo'yildi. 10 yildan ortiq vaqtdan beri islom bilan sharaflangan bu zamindan islomning eng muhim qurilishlaridan biri bo'lgan masjidning chiqib tashlanib, Allohga osiylik qiladigan o'rinlarga o'zgartirib o'tilishi har o'ylaganimizda ishimiz ochiq qiladigan, g'azbimizni o'rlitadigan bir ish. Shundaq Mescitler Allah'ın uyudur ki bu uylardan Allah'ın dinini suyduğan, Allah'ın dini Müslümanların kelgisi için cennet pida kıla aladigan azmatlar yetişip çıkıdı. Mescid sel qarash, onu g'iriblashtırıp qo'yish bir Müslüman cemiyetiga nisbatan bakmi xatarlik ishdir. Allah Taala mundaq deydi: "İnnema ya'muru masajidallahi men amana billahi vel yawmil ahir ve aqamas salata ve ataz zakah ve lem yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah'ın mescitlerini fakat Allah'a ahiret günüge imayetkan, namaz ötegen, zakat bergen, Allah'tan başkadan korkmagan kişilerle avat kılıdı. Yani mescidini remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomli namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ana shularning hidoyat topqushlardan bo'lish ko'z tutiladi. Bu ulug' kunlarda oqshomlar tarovih o'qiyotgan yasidaq masjidlarni har ko'rganimizda Alloh taolaning vatanimizdagi shu masjidlarimizda o'ziga sajda qilish fursati berishini so'raymiz. Yani şu burunqi güzel vaqtlarimizni shu masjidlarda o'tkazishni nasib qilishini so'raymiz.